Teodor Dreiser. Sarmoyador. Sarmoyador Teodor Dreiser tomonidan yozilgan roman bo'lib, u haqiqiy hayotda mavjud bo'lgan tramvay magnati Charles Yerkes hayotiga asoslangan. Dreiser 1911-yilda ushbu roman ustida yozishni boshlagan va 1912-yilda bu katta asarning birinchi qismini The Financier nomi bilan nashr etgan. Ikkinchi qismi 1914-yilda The Titan nomi bilan, uchinchi va oxirgi qismi esa Dreizerning so'nggi romani bo'lib The Stoic nomi bilan chop etilgan. Roman ingliz tilida yozilgan bo'lib, rus, ispan, italiya, fransuz, nemis, yapon, xitoy, arab, turk va ukrain tillariga tarjima qilingan. Bu tarjimalar romanning xalqaro miqyosda keng tarqalganligini ko'rsatadi. Asarni o'zbek tiliga Amir Fayzulla va Muhabbat Ismoilova tarjima qilgan. O'qituvchi, noshir va As-Sahiy Books nashriyotlari bu asarni chop etgan. Sarmoyador romani Filadelfiyada tug'ilib o'sgan, moliya sohasida iqtidorli va g'ayratlari bilan ajralib turgan Frank Capperwoodning hayot yo'lini hikoya qiladi. Sarmoyador asari pulning jamiyatdagi o'rni, boylikka intilish va uning oqibatlari, insonning shaxsiy va kasbiy hayotdagi muvaffaqiyat va mag'lubiyatlari haqida chuqur fikr yuritadi. Shu bilan birga, roman Amerikaning o'sha davrdagi ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy manzarasini ham aks ettiradi. Dreizerning mahorati bilan yaratilgan bu asar o'quvchilarga adabiy zavq bilan birga hayotiy saboqlar va teran falsafiy mushohadalarni ham taqdim etadi. O'qing, biz tavsiya etamiz.